Futbolda yulduzlar ko'p, lekin ba'zida 3 ta yulduz birlashib tarix yozadi. Bugun biz siz bilan futbol tarixidagi eng zo'r 5 ta triolarni ko'rib chiqamiz. Qaysi biri eng kuchlisi? Keling mana shu video davomida bilib olsangiz ham bo'ladi. Bugun bizda yana top 5 rubrikasi va bugungi mavzuyimiz esa futbol tarixidagi eng zo'r hujum triolari. Va video oldidan eslatib o'tib ketaman, biz bu videomizda minimum bitta futbolchidan 2 marta foydalanishimiz mumkin va 2 marta foydalanganmiz. Va o'zi hujum trio emas, futbol tarixidagi eng zo'r triolar deb video qo'ydi. O'sha hujumchilar to'g'ri kelib qoldi. Shunga to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Demak, siz agar tayyor bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying hamda kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa yozgacha 5000 ta obunachi bo'lishni maqsad qildik. Shunga hozirroq o'tib obuna bo'lib qo'ying. Biz esa sekin videoga o'tsagan bo'ladi. Husan Sport YouTube kanali va siz videoga like bosing hamda obuna bo'ling. Biz boshladik. Va bizda 5-o'rin, to'g'ri, unaqa katta sovrin yutmagan. Misol Chempionlar Ligasi unaqa katta sovrinlar yutmagan. Lekin sal bo'lsa ham qo'rqinchliroq bo'lgan va bu o'sha PSJdagi M&M triosi, ya'ni Messi, Neymar, Mbappe. Ya'ni Messi, Neymar va Kylian Mbappedan iborat PSJning mashhur M&M triosi 2021-2023-yillar oralig'ida birga o'ynab, umumiy hisobda taxminan 200+ gol va 100+ assistga hissa qo'shgan. Aniqroq qilib aytganda, Mbappe 70+ gol, Messi esa 30+ gol va 30+ assist. Neymar esa 35+ gol va 20+ assist atrofida natija ko'rsatishgan. Ular birgalikda 2 marta Liga 1 chempionligini qo'lga kiritgan bo'lsa-da, bu trio to'liq potensialni UEFA Chempionlar Ligasida ko'rsata olmaganliklarining asosiy sabablari sifatida jamoaning balansi yetishmaganligi va hujum kuchli bo'lsa-da, himoya va pressing sust bo'lgan. Neymar va Messining ayrim davrlarda jarohatlari sabab to'liq formaga chiqa olmagan. Mbappening individual tezligi va yakunlovchilikka ko'proq urg'u berishi tufayli kombinatsion o'yin har doim ham mukammal ishlamaganligi va shuningdek murabbiylar o'zgarishi, taktikaning barqaror bo'lmaganligi ko'rsatiladi. Lekin shunga qaramay bu trio texnik mahorat, tezlik va kreativlik jihatdan zamonaviy futbol tarixidagi eng xavfli hujum uchliklardan biri bo'lib qoladi. Va ayniqsa ichki chempionatda ularning individual darajasi raqiblardan ancha ustun va shuning uchun sovrin yutish osonroq kechgan. Va bizada 4-o'rinda Manchester United'dagi o'sha Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevezlar uchligi. Va endi shularga keltirilgan ma'lumotimga ham o'tsak bo'ladi. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney va Carlos Tevezlardan iborat Manchester Unitedning 2007-2009-yillardagi afsonaviy hujum triosi futbol tarixidagi eng xavfli uchliklardan biri bo'lib, ular birgalikda taxminan 2 mavsum davomida barcha musobaqalarda 150+ gol urib, 60+ assist qayd etgan va ular birgalikda 6 ta yirik sovringa ham erishgan. Jumladan 2 ta Premier Liga chempionligi, 1 ta UEFA Chempionlar Ligasi g'alabasi va 1 ta Liga Kubogi va 1 ta FIFA klublar o'rtasida jahon chempionini ham qo'lga kiritgan. Bu natijalar esa ularning o'zaro mukammal uyg'unligi, ya'ni Ronaldoning tezligi, driblingi va gol urish instinkti, Wayne Rooneyning maydonni ko'ra bilishi, pressingi va assist berish qobiliyati hamda Tevezning cheksiz energiyasi, jangovar ruhi va himoyachilarni charchatadigan uslubi bilan izohlanadi. Aynan shu sababli ular nafaqat statistik jihatdan, balki o'yin sifati, jamoaga ta'siri va hal qiluvchi o'yinlardagi roli bilan ham o'z davrining eng mukammal va muvozanatli hujum uchliklaridan biri sifatida tarixga kirgan.
Va bizada 3-o'rinda o'sha Bavariyadagi furor ko'targan o'sha uchlik Arjen Robben, Robert Lewandowski va Frank Ribery 3-o'rinimizdan joy oldi. Frank Ribery, Arjen Robben va Robert Lewandowski uchligi asosan Bavariya tarkibida 2014-yildan 2019-yillar oralig'ida Yevropaning eng xavfli hujum uchliklaridan biri bo'lib, Ribery hamda Robben qanotda tezlik, dribling va kreativlik bilan himoyani yorib o'tsa, Lewandowski markazda yakunlovchi sifatida ishlagan va ular birgalikda yuzlab gollar yaratgan. Aniq statistikaga kelganda esa bu trio birga o'ynagan davrida Lewandowski Bavariyada 300+ gol va 60+ assistga erishgan. Robben esa 140 ta gol va 100 ga yaqin assistni amalga oshirgan. Ribery esa 120+ gol va 180+ assist bilan jamoaning kreativ futbolchilaridan biri bo'lishgan. Umumiy hisobda esa bu uchlik birgalikda 600 dan oshiq golga bevosita hissa qo'shgan. Kuboklarga keladigan bo'lsak, ular 2012 hamda 13-yilgi mavsumda Chempionlar Ligasini yutishgan hamda Bundesligani ham bir necha bor yutgan. Pep Guardiola tomonidan to'g'ri taktika qo'llanilishi va jamoaviy o'yin intizomini keltirardi. Chunki Ribery chap qanotdan keskin kirib kelib pas yoki zarba bilan xavf tug'dirardi. Robben esa o'ng qanotdan ichkariga kesib kirib chap oyog'i bilan aniq zarbalar yo'llar edi. Lewandowski esa jarima maydonida pozitsiyasini mukammal tanlab hujumlarni golga aylantirar edi va aynan shu rollarning aniq bo'linishi hamda yuqori darajadagi texnika va futbol aqli bu uchlikni o'z davrining eng kuchli hujum liniyalaridan biriga aylantirgan. Va ikkinchi o'rin o'sha Realdagi o'sha qo'rqinchli o'sha trio Gareth Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale'lardan iborat mashhur BBC triosi Real Madrid tarixidagi eng dahshatli hujumchiliklardan biri bo'lib, ular asosan 2013-yildan 2018-yillar oralig'ida birga o'ynab, jami 400+ goldan ortiq gol urishgan. Ronaldo shu davrda 300 ga yaqin gol, Benzemada esa 100+ gol. Bale esa 80+ dan ortiq gol atrofida. Assistlar bo'yicha ham birgalikda yuzlab golli uzatmalarni amalga oshirishgan. Benzema ko'proq kombinatsion o'yinda assistlar qilgan. Bale esa tezlik va qanotdan uzatmalari bilan ajralib turgan. Ronaldo esa yakunlovchi rol bilan birga assist ham qo'shgan. Ular birgalikda 4 marta UEFA Chempionlar Ligasini yutishgan. 2014, 16, 17 hamda 18 mavsumda 2 marta La Liga, bir necha bor FIFA World Cup, ya'ni klublar o'rtasidagi jahon chempionatini qo'lga kiritishgan va ular UEFA Super Kubogi kabi sovrinlarni ham yutishgan. Va bularga asosiy sabab Ronaldoning rekord darajadagi gol urish qobiliyati, clutch o'yinlari, Benzemaning esa aqlli joylashuvi, pressing va jismoniy o'yinni bog'lab berishi, Bale'ning esa tezligi, kuchli zarbalari va muhim finallardagi hal qiluvchi gollari. Masalan, 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finaldagi akrobatik gol bilan bir-birini mukammal to'ldirib, zamonaviy futbol tarixidagi eng muvozanatli va samarali hujumchiliklardan biriga aylantirganidir. Va bizda va nihoyat birinchi o'rin o'sha Barsadagi o'sha trio Suarez, Neymar, Messi. Va shu joyda bitta gap o'tib ketaman. Va bu o'ringa o'zi Barsa loyiqmidi yoki o'sha Realdagi BBC triosi? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Va biza sovrinlarga qarab mana shu MSN triosini biz birinchi o'ringa qo'ydik. O'zi siz uchun qaysi trio zo'ri? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Lionel Messi, Neymar, Suarezlardan iborat mashhur MSN triosi Barselona tarixidagi eng kuchli hujumchiliklardan biri bo'lib, ular asosan 2014-yildan 2017-yillar oralig'ida birgalikda o'ynab, jami 360 dan ko'p gol urishgan va 170 dan ko'p assist qayd etgan.
Xususan 2014-15 yilgi mavsumning o'zida 122 ta gol urib, rekord darajaga chiqqan va shu kuchli o'yinlari orqali UEFA Chempionlar Ligasi hamda La Liga, Copa del Rey'ni o'z ichiga olgan, treble-ni yutishga hal qiluvchi rol o'ynagan. Umumiy hisobda esa ular birga 9 ta katta sovrin yutishgan. 2 ta La Liga, 3 ta Copa del Rey va 1 ta Chempionlar Ligasi va boshqa super kuboklarni ham qo'lga kiritgan. Bu muvaffaqiyatlarning asosiy sababi Messi playmaker va gol uruvchi sifatida o'yin boshqarishi, Neymar esa texnika va tezligi bilan himoyani yorib o'tishi, Suarez esa yakunlovchi hujumchi sifatida deyarli har vaziyatni golga aylantirishi hamda ularning o'zaro tushunishi, tez kombinatsiyalari va maydondagi mukammal kimyosi tufayli himoyachilarni doim bosim ostida qoldirganlardir. Va do'stlar, endi biz videomizni mana shu joyda yakunlaymiz. Va siz bu video haqidagi fikringiz, umuman o'rinlar haqida fikringiz qanaqa? Va bu reytinglarimizdan, top 5imizdan kimlar qaysi trioda qolib ketdi? Buni ham o'tib izohlarga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Husan bo'ldi. Husan Sport YouTube kanalida bo'ldingiz va bizning kanalimizga o'tib bir qancha yana top 5 mavzudagi qiziqarli videolarni va hamda umuman boshqacha sabab, futbolchi tarixi, ramziy jamoa kabi rubrikalarimiz ham bor. O'shalarga ham o'tib bemalol o'sha yerdagi videolarimizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Sizga esa shu video, shu rubrikamiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying hamda kanalimga obuna bo'ling. Boya aytganimdek biz yozgacha 5 ga bo'lishimiz kerak, ya'ni 5000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Siz bilan Husan bo'ldi. Husan Sport YouTube kanali edi. Yana bir bor like bosib qo'ying, obuna bo'ling. Biz esa sekin videoni yakunlasak ham bo'ladi. Ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.